Buyuk Alloh oti bilan muborak Ramazon oyi ibodatlarimiz qabuli va sog'lik bilan o'tsin. Men Fahima Sulton. Hech o'yladingizmi? Afg'oniston nega doimo yirik kuchlarning diqqati markazida bo'lgan? Bugun xuddi shu so'roqqa javob qidiramiz. Tadqiqot unvoni yo sarlavhasi. Xalqaro xavfsizlik uchun Afg'onistonning geopolitik va geostrategik ahamiyati. Buyuk o'yinning 300 yil bo'yicha rolining teorik analizi. Tadqiqot nashr etilgan qaynoq. Charles University Space 2024-yil. Yozuvchi Idris Barno. Kirish. Afg'onistondagi mavjud vaziyatning tarixiy ko'ki negizi yo rishasi ikki o'lka orasida kuch va qudrat mujodilalariga borib tayanmoqdadir. İlk boshlarda Buyuk Britaniya va Rossiya, keyinlari esa Sovet va Amerika 19 va 20 yüzyillarda Hindistondagi Britaniya voliysi Lord Curzon Markaziy Osiyo va uning hududlarini mashhur so'zida satranj o'yinidagi piyodalar deb ta'riflagan. Buyuk o'yin o'laroq otlantirilgan bu raqobatlarning O'rta Osiyodagi yashirin ingliz va rus agentlarining faoliyatlari shunday edi. Ular siyosiy ma'lumotlarni yig'ishlari va ehtimol mintaqa xalqi ustidagi ta'sirlarini o'rganish va bilish uchun yuborilgan edi. Afg'oniston bu super kuchlar orasidagi geopolitik urushlarning markaziy nuqtasi bo'lgan edi. Chunki har ikki davlat ham mamlakatni boshqarishda iste'moriy manfaatini o'ylagandi. Afg'onistonning borligi hech qachon bir ulus inshosi faoliyatining tabiiy oqimi ichida o'rtaga chiqmagan. Chunki 19-yüzyilning o'rtalarida Buyuk Britaniyaning geopolitik manfaati nazarda tutilgan paytda yaratildi deb aytadi Mujtahidzoda. O'xshash manfaatlarni kuzatgan yana bir raqib bu Rossiya edi. Uning Afg'oniston bilan bo'lgan aloqalari tufayli Britaniya bilan dushmanligi kuchaygandi. Bot ta'kidlashicha, Buyuk Iskandardan e'tiboran u yerda mujodala qilgan butun xalqaro kuchlar Ingliz, Rus va Sovet birligining urinishlari yomon bir shaklda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Amerikaning mintaqadagi geoekonomik manfaatlari sababli buyuk o'yinda ishtiroki uning Tolibon bilan kuch bo'lash kabi bir g'oyani tushunishiga yo'l ochdi. Ki bu ham Amerikaning qancha chorasiz ekanligining ko'rsatkichidir. Shunday qilib, bu Janubiy va Markaziy Osiyo hamda butun dunyo uchun ehtimol kattaroq oqibatlarni olib keladigan kelajakdagi ofatlarning yana bir dahshatli retseptini taqdim etdi. Ushbu tadqiqot mintaqada to'xtash bilmagan to'qnashuvlar mavjud bo'lgan Afg'onistonning xalqaro xavfsizligidagi geopolitik ahamiyatini buyuk o'yin teoriyasidan foydalanib ochib berishni maqsad qilgan. Tadqiqot so'roqlari. 1. Afg'onistonning geopolitik va geostrategik mavqeiyatining xalqaro xavfsizlikka qo'shgan hissasi qanday? 2. Afg'oniston ichidagi va tashqarisidagi kuchlar uning xalqaro xavfsizligidagi rolini qanday shakllantirmoqda? 3. Afg'oniston xalqaro xavfsizlikda geopolitik va geostrategik o'ringa ega davlat sifatida qanday muammolarga duch kelmoqda? Tadqiqotning asoslari. Qadimiy buyuk o'yinning birinchi bosqichi Ingliziston-Rossiya anglashmasining imzolanishi bilan yakunlandi. 1917-yilgacha davom etgan ikkinchi bosqichda Rossiya kommunizm orqali o'zining qo'shni mamlakatlarda inqilob qilishga intilayotgan tashqi siyosatdan voz kechmadi. Rossiya qurol qo'zg'aloni yo'li bilan butun Osiyoni imperialistik hukmdorlikdan ozod qilish uchun tashabbus ko'rsatishi kerak deb hisoblar edi. Shu vaqtdan boshlab Afg'oniston Osiyo ichida va tashqarisida jahon siyosatining markazi bosqinchiga aylandi. Hozirda Pokiston, Iron, Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston va Chin bilan o'ralgan mamlakat dastlab Britaniya imperatorligi tomonidan Britaniya va Rossiya imperatorligi o'rtasida xoyil yo tampon mantiqa sifatida yaratilgan. Shundan so'ng u ko'pchilik uchun bo'sh tuyulganligi sababli buyuk kuchlarning bir qator bosqinlariga ma'ruz qoldi.
o'rnak berish kerak bo'lsa, 19-asrda Ingliziston, 20-yüzyilda Sovet Ittifoqi va 21-qarnda Amerika Qo'shma Shtatlari. Keyinchalik ularning barchasi mag'lubiyatga uchrab va og'ir yuraklar bilan chekinganlar. Sovuq urushning kuchayishi va Sovet Ittifoqining 1979-yildan boshlab o'z imperatorligini qaytadan tiklashga urinishi bilan Afg'oniston kommunizm, kapitalizm, islomizm, antikommunizm, antisovetizm kabi ko'plab mafkuralar o'rtasidagi amaliy o'yin maydonchasiga aylandi. 1988-yilda Sovet Ittifoqining mag'lubiyati va Tolibonning yuksalishi bilan birlikda yangi da'vogar, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari uchun yo'l ochildi. Ammo 2001 yiliga Dunyo savdo markazi va Pentagon kabi bir nechta asosiy tuzilmalarga Osama bin Laden tarafidan planlangan hamlalar bilan to'liq amalga oshdi. Mavjud hukumat va yoki 1990-yildagi hukumat bo'lsin, Tolibon hukmdorligi o'zallik bilan g'arbiy kuchlarni rohatsiz qilgan ki bu ham Afg'onistonning xalqaro xavfsizlikda haqiqatan ham o'ynayajagi bir roli bo'lganiga ishorat qilgan bir fakt. Diqqatga olinishi kerak ekan yana bir qiziq nuqta esa terrorizm kalimasining 2001 yilidan buyon Afg'oniston bilan ko'proq bog'langanligi va tadqiq qilinishiga arziguligidir. Mamlakatning tarixi bo'yicha geostrategik ahamiyatiga diqqat qaratgan Seng kabilarning yuritgan tadqiqotlari bo'lgani to'g'ridir. O'lkaning iqtisodiy, ijtimoiy va xavfsizligiga tegishli rapor va boshqa tadqiqotlarning yonida Afg'oniston Pokiston bog'lariga tegishli Teral Kelt va Esterli tomonidan yozilgan yana bir rapor mavjud. Biroq ushbu tadqiqotlarning aksariyati Afg'onistonning faqatgina Markaziy Osiyo uchun geostrategik ahamiyatiga e'tibor qaratganligi, ayniqsa Pokistonning boshqa aktorlarni ko'rmasdan kelishi yo ham mavjud tadqiqda bo'lgani kabi ochiq bir teoriyaga asoslanmagandir. 19-yüzyilda o'rtaga otilgan buyuk o'yin teoriyasi eski siyosiy analizda hali ham o'rni bo'lgan bir teoriyadir. Geopolitik va geostrategik sohada Afg'oniston bilan aloqasi bo'lgan mavzularni yaxshiroq tushunish uchun mos nazariya bo'lishi mumkin. Tadqiqotning ahamiyati. Tadqiqot orqali urushlarga sezgir strategiyalar kelishtirilib va har bosqichda amalga oshirilishi mumkin. Bu esa global tinchlikni ta'minlashda yordam beradi. Atmar va Guthan urushlarni ozaytirish va tinchlikni tiklash bu insoniy siyosat va barnomalarga kiritilishi kerak bo'lgan yo'qotilgan, eksik bo'lgan unsurlardir deb ta'kidlaydi. Insoniy yordam kurashlariga qaramay bir qator urushlar natijasida Afg'onistonda hech qachon tinchlikka erishilmagan. Bu sababdan tahqiq keng qamrovli va izchil tinchlik insho doirasida yo'l ochgan o'rtoq bir analiz kelishtirishga yordamchi bo'ladi. Bu burunlar muvaffaqiyatsizlikka uchragan strategiyalarni ham takomillashtiradi. Yevropa kabi xalqaro tashkilotlar terrorizmdan uzoq bir o'lka bo'lishi uchun Afg'onistonga tavajjuh qaratgan. O'lkada tinchlik va istiqror o'rnatish, xavfsizligini ta'minlanishi va rivojlanishi uchun eng asosiy faktorlardan biridir. Mamlakatda tuganmas urushlar hokimligi uning xalqaro aloqalari, iqtisodiy sarmoya kiritish va vatandoshlarning hayotiy standartlarini yaxshilashtirish uchun qulay sharoit yaratmaslikka davom etadi. Ayniqsa, yerli xalq uchun barqaror ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni ta'minlash maqsadida tadqiqotga asoslangan tinchlikni saqlash strategiyalarini ishlab chiqish, shuningdek, Yevropa, Osiyo va Amerika o'rtasidagi yaxshilangan xalqaro munosabatlarni ta'minlash uchun ayrim siyosatlar kelishtirish zarur. Bu esa xalqaro xavfsizlikni xavf ostiga qo'ymasdan amalga oshirilishi kerak. Buyuk o'yinning tarixiy sharhi. Buyuk o'yin 300 yilga yoyilgan bo'lib, Avrosiyo mintaqasi ustidagi siyosiy va iqtisodiy kontrol uchun berilgan ustunlik mujodilasida xalqaro munosabatlarni shakllantirgan. 1904-yildagi mintaqani kezgan bir ingliz tadqiqotchi shunday degan: kimki Sharqiy Yevropani boshqarsa, u ich mintaqani, ya'ni yurak yerini boshqaradi. Kimki ich mintaqani boshqaradi, u dunyo orolini boshqaradi. Dunyo orolini boshqargan dunyoga hukm qiladi.
Mintaqaning global kuchlar uchun qiziqarli bo'lganligi sababli Afg'oniston zamonimizning eng muhim geostrategik va geoekonomik muammosi bo'lib kelgan. Bugungi kunda Markaziy Osiyo dunyoning geologik tadqiqoti va tahlili uchun eng oxirgi katta chegara qismlardan biri bo'lib, ulkan miqdordagi neft, gaz va boshqa energiya qaynoqlarining kashf qilinishi, ishlab chiqarilishi, transport va qayta ishlanishiga imkoniyat yaratadi. Iqtisodiy manfaatlar uchun motiva qilingan xalqaro aktyorlar Avrosiyo qit'asining markazida o'z o'rinlarini egallashmoqda. Bu esa bir qator olimlarning yana bir Markaziy Osiyo, ya'ni yangi buyuk o'yin maydoniga aylanmoqda degan ishonishiga yo'l ochmoqda. Yevropa Ittifoqining kengashiga ko'ra, Markaziy Osiyoda xavfsizlik, mintaqaning iqtisodiy va savdo rivojlanishi, yaxshi boshqaruv va demokrasiya, inson huquqlari va qonun ustuvorligini himoya qilish kabi bir qator muhim sohalarda sezilarli potensialga egadir. G'arbiy va g'arb tashqarisidagi kuchlarning mavjudligi Afg'onistonning sosio-politik vaziyatini ta'sirlantirgan. Bu jarayonda yerli xalq geopolitik urushlar natijasida zarar ko'rgan. Afg'onistonning ichki ishlariga qaramay, asosiy xalqaro o'yinchilar Avrosiyo mintaqasida faoliyatlarini to'xtatmagan, balki ular o'z iqtisodiy raqobatlarini davom ettirmoqda. Bu esa xalqaro xavfsizlikka nisbatan noaniqliklarga yo'l ochmoqdadir. Buyuk o'yin teoriyasi xalqaro o'yinchilarning o'z manfaatlariga ko'ra qozonmoqqa ko'shish qilgan satranj taxtalari o'laroq otlantirilgan o'yin O'rta Osiyodagi 5 jamhuriyatni ichiga olgan ancha arashtirmalarga yo'l ochgan. Birinchi jahon urushiga qaraganda millatlar uni siyosiy va mafkuraviy tafovutlarni hal qilish usuli deb hisoblaydi. Bu ham urushga nisbatan noaniq bir ishonchni shakllantirdi. Feron esa shunday urushlar kim birinchi bo'lib hamla qilsa, urushda hal qiluvchi ustunlikka ega bo'ladi degan fikrlarni dastaklaydi deb ta'kidlaydi. Urushning boshlanishi haqidagi turli xil e'tiqodlar insonlarning ta'sirchan tarjihlarida muhim o'zgarishlarga sabab bo'la oladi. Birinchi jahon urushidan oldin Olmon, Rossiya va Fransiya o'rtasidagi munosabatlarga qaraganda, Olmon boshqa davlatlarni kelajakdagi harbiy tahdidlar sifatida ko'rgan va kuchlarning tengligini saqlash uchun har qanday aniq harakatni amalga oshirish adolatli harakat deb bilgan. Moyarson shunday deydi: milliy liderlarning urushga oid izohlari xalqni maqsadli urushga undashi mumkin. Shuning uchun urushning boshlanishi o'zida yangi milliy tarjihlarning sababchisi bo'lishi mumkin. Kunimizdagi o'yin teoriyasiga qaraganda, xuddi shu nuqtai nazar hozirgi Osiyo geopolitikida ham asosiy omil bo'lib kelmoqda. Bunda ishtirokchi o'yinchilar Afg'onistonda o'z harbiy ishtiroklarini xalqaro adolatni ta'minlash vositasi sifatida asoslashmoqdadir. O'rnak 11 september hujumlaridan keyin Amerikaning harbiy ishtiroki. Ular buni terrorizmga qarshi urush deb otlantirdi. Birinchi dunyo urushiga buyuk o'yin teoriyasi nuqtai nazaridan qaralganda, urush Yevropada yangi markaziy muvozanatni aniqlash uchun bir kurash edi va tinchlikka erishish uchun yangi xalqaro fikr birligi tashkil etilishi zarur. Bu esa muzokaralar va zabt qilish orqali amalga oshirilishi kerak edi. Bu tadqiqda Afg'onistondagi vaziyatni yechish uchun urushga kirish harakatlarining va risk olish harakatlarining amalga oshirishi bir variant bo'lib bo'lmaganligi qarshilikli bir shaklda tekshirildi. Tadqiqda ayniqsa rasmiy hukmlardan foydalanishning haqiqiyligi va hal qiluvchi bir harakat sifatida urushga kirish harakatining ahamiyati so'roqlandi. Bu arashtirmada Afg'onistonning xalqaro xavfsizlikda qo'shgan hissasi, uning ijtimoiy va siyosiy istiqrorsizligi ortida turgan o'lkadagi ichki va tashqi omillarning bilinishi zarur deb ko'rindi. Afg'onistonning boshqa qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlari va uning mintaqa xavfsizligidagi ta'siri. Afg'onistondagi urushlar qo'shni mamlakatlar bilan chegara tashqarisi aloqa va munosabatlarni o'z ta'siri ostida olib, mintaqani tinchlik va bardamlik ichida yashash jihatdan noaniq bir holatga qo'ydi. Rik hisob qilishicha, har bir qo'shni davlat Afg'onistonda o'z ta'sirini kuchaytirishga harakat qildi. Buni esa etnik tarmoqlar, iqtisodiy sarmoyalar va rivojlantirish yordami, siyosiy va jangariy guruhlarga moliyaviy va material yordami ko'rsatish orqali amalga oshirdi.
Global Peace Index 2021 yil ma'lumotiga ko'ra, Afg'oniston dunyoda eng notinch bo'lgan o'lkadir. 2014 yilidan boshlab Afg'onistonda ichki nizo va ziddiyatlarning sohasi va hajmi izchil bir shaklda oshib borgan. Afg'onistondagi ichki silkinishlar Iron va Turkiya kabi mamlakatlarning mintaqa jeopolitikiga bog'ladi, chunki madaniy va etnik aloqalar ko'pincha vaqt davlatining o'ziga bo'lgan sadoqatidan ko'proq katta bir kuch va qudrat bog'i bilan chegaralarning ikki tomonida bo'lgan insonlarni bir-biri bilan bog'ladi. Shu sababdan qo'shni davlatlar Afg'onistonning siyosiy tizimi va ijtimosi bilan chuqur bog'liqdir. Riki shunday ta'kidlaydi. Markaziy Osiyo mintaqaning yangi o'yinchilari hududdagi katta o'yinda ishtirok etish uchun harakat qilmoqda. Ular orasida Iron, Arabiston va Pokiston juda muhim ahamiyatga ega, chunki ular ushbu hududga diniy aloqalari va bu davlatlar bilan chegaradosh bo'lishlari orqali bog'langan. Mintaqadagi roli harbiy, iqtisodiy va siyosiy ittifoqlarni o'z ichiga oladi. Bu esa musulmon Markaziy Osiyoning kelajagini belgilashi mumkin. G'arb va g'arb tashqarisidagi davlatlar Avrosiyo mamlakatlarining ishlariga aralashganda xalqaro aralashuvlar tufayli o'rtaga kelgan mojaro va nizolar tinch muhit yaratish g'oyasini ta'sirlantirdi. Amerikaning Afg'oniston va uning qo'shni mamlakatiga bo'lgan siyosati global tinchlik yaratish niyati bilan emas, balki mintaqaning siyosiy ekonomiy sohasida egaman bo'lish uchun yangi bir muhit yaratmoq va uning manfaatlarini tahdid qiladigan kuchlarni o'rtadan qoldirmoq uchun kuchli bir xavfsizlik tarmog'i kelishtirmoq maqsadidan qaynoqlanmoqdadir. Rikiga ko'ra, Afg'onistonda istiqrorga erishish uchun boshqa mintaqa davlatlarining hamkorligi zarur. Biroq ularning bir-biriga qarama-qarshi va ikki tomonlama nizolari bu ishni qiyinlashtiradi. Afg'oniston mojarosida ishtirok etayotgan har bir davlatning o'ziga xos maqsadi borligini aniq ko'rish mumkin. Fokus va Gokoy tushunishicha, mamlakatda terrorga qarshi urush Amerika tomonidan tarqatilgan noto'g'ri tushuncha bo'lib, uning asosiy maqsadi mintaqada ta'sirini kuchaytirib, milliy manfaatlariga erishishdir. Qo'shimcha qilganda, Amerika o'zining milliy manfaatlariga muvofiq Avrosiyo mintaqasini kuzatib boradi va shu asosda o'z siyosatlarini ishlab chiqadi. Qo'shni Iron Afg'onistondagi shiy guruhlarni qo'llab-quvvatlab, Tolibonning ko'ktanchi sunniy hukmronligiga qarshi chiqqan. Shuningdek, mamlakatni qaytadan tiklashga sarmoya kiritib, mintaqada Ironning hokim bo'lgan bir iqtisodiy makoni tarmog'ini yaratdi. Boshqa bir qo'shni bo'lgan Pokiston Afg'onistonda bo'lgan butun tashqi siyosatlarini Hindiston bilan bo'lgan raqobatining asosiga tuzadi. G'arb bilan strategik bir munosabat surdirar ekan, Hindistonni Afg'onistondan chetda tutishni maqsad qilgan. O'zbekistonning Afg'oniston bilan bo'lgan aloqasi asosan Afg'oniston xalqi tomonidan mustahkamlanadi. Bu ham tabiiy o'laroq O'zbekistonni Afg'onistonning ichki va tashqi siyosatiga qiziqtirgan. O'zbekistonning Rossiya bilan ittifoqi Moskvaning mintaqadagi ta'sirini oshirgan. Shu sababli Afg'onistonning jeopolitik joylashuvi nafaqat mintaqaviy davlatlar, balki Hortlanddan foyda ko'rishni istaydigan xalqaro o'yinchilar uchun ham qiziqish uyg'otadi. Shuning uchun bu tadqiqot Afg'oniston xalqining manfaatlarini dunyoda xavfsizlikni tahdid qilmasdan qo'llab-quvvatlagan yangi buyuk o'yinda bu o'yinchilarni tuzatuvchi bir yondashuv qabul qilib qilmaganlarini anglashga harakat qilmoqdadir. Tadqiqot metodologiyasida sharhlovchi paradigma va kayfiy tadqiqot qo'llanilgan. Tadqiqot dizaynida esa voqea o'rganish, ya'ni tadqiq qilish dizayni, tasvirlovchi va sharhlovchi voqea o'rganishi, o'rnaklama yoki namuna olish qolibi, maqsadli namuna olish kabi metodlardan foydalanilgan. Tadqiqot etigi yo axloqi. Ushbu tadqiqda birinchi etik, ya'ni mavzu, ishtirokchilardan ruxsat yo roziliklarini olish va ikkinchi etik jihat esa maxfiylik edi. Cheklovlar va keyingi tadqiqotlar uchun imkoniyatlar mavjud ekanligi kuzatildi. Avrosiyo mintaqasidagi buyuk o'yinning tarixi va tematik analizi.
Tadqiqotda Afg'onistondagi jeopolitikning hozirgi vaziyatni tushunish uchun tarixiy yondashuv qo'llanildi. Bu hududda ichki va tashqi kuchlar ta'siri ostida yuz berayotgan vaziyatni anglash uchun juda muhim edi. Bu hududning tarixan jahondagi eng katta ziddiyatlar markazi bo'lganini e'tirof etish zarur. Bu jarayon qadimiy jamiyatlardan boshlab ikki jahon urushi, sovuq urush, hozirgi global nuklear qurollar markazi va yarim o'tkazg'ich mikrochiplarning ishlab chiqarishga qadar uzanib ketgan bir oqimning to'plamidir. Mintaqadagi qaynoqlarni boshqarish istagi so'murgachilarning o'ylarini sanoiylashtirish maqsadida har bir mamlakatni o'zaro ziddiyatga olib keldi. Bu esa keyinchalik bugungi kunga qadar davom etayotgan dushmanliklarga sabab bo'ldi. Xuddi shu tarixiy mavzuda Afg'oniston tashqi tahdidlarga, ichki siyosiy inqiloblar va istiqrorsizliklarga duch keldi. Chunki qo'zg'alonchilar o'zlarini siyosiy jihatdan chetlangan deb hisoblab, afg'on hukumatining bir qismi bo'lishini va tashqi tahdidlarga qarshi kurashishni istaganlar. Bundan tashqari, bu tadqiqot G'arb davlatlarining, ya'ni Amerika, Fransiya va Ingliziston hech qachon mintaqadagi manfaatlarini yo'qotmaganliklarini aniqladi. Ularning o'rtoq raqobatlari harbiy ustunlikka erishish uchun bir bellashuv boshlatishlari bu dunyo xavfsizligiga, Avrosiyo mintaqasida uzluksiz ziddiyatlarga sabab bo'ldi va global tinchlikka erishishda noaniqlik yaratdi. Afg'onistonning jeopolitik va geostrategik mavqeiyati va xalqaro xavfsizlik. Tadqiqot davomida Afg'onistonning istiqrorli va ziddiyatsiz bir muhitda dastlab qo'shni davlatlar bilan bo'lgan chegaralarida xavfsizlik bo'shligini to'ldirishi va bu uzun chegaralar bo'ylab keng qamrovli xavfsizlik mavjudligini ta'minlay olishi ta'kidlandi. Ikkinchidan, afg'onistonliklarning mintaqa davlatlari uchun muammo bo'lgan muhojirat va boshpanoh so'rash to'lqinlarining oldini olish mumkin. Turkiya va Yevropa Ittifoqi davlatlari kabi mamlakatlar Afg'onistondagi xavfsizlik o'zgarishlaridan ta'sirlanmoqdadir. Uchinchidan, Afg'onistonda barqaror bir hukumat bilan mamlakat ichida iqtisodiy rivojlanish va yangi iqtisodiy fursatlarning o'rtaga chiqishi mumkindir. Biroq javobsiz qolmayishi kerak ekan kritik so'roq shu. Rivojlanish va kelishishga tayyor bo'lgan bu to'proqlarning xavfsizlik ehtiyojlarini qarshilash uchun boshqaruv tizimi qanday shakllantirilishi kerak? Afg'oniston jo'g'rofiy determinizmga tayangan an'anaviy jeopolitik teoriyalarda doimo muhim bir rol o'ynagan. Enerji qaynoqlariga ega mintaqalarga yaqinligi, Sovet Ittifoqi va Eron kabi global va mintaqaviy kuchlar bilan qo'shni bo'lishi, bir tomondan O'rta Osiyoga, boshqa tomondan Hindistonga va dunyoning sharqiga chiqish imkoniyati, shunga o'xshash Hind okeanusining ochiq suvlariga erishishi bu o'lkani muhim qilmoqdadir. Qisqasi, uning jeopolitik va geostrategik yerlashuvi xalqaro xavfsizlik uchun muhim ta'sir toshimoqdadir. Bir reportajda bir ishtirokchi shularda aytgandi. Janubiy Osiyo, Markaziy Osiyo va O'rta Doğu, ya'ni Xavarimiyonaning kesishgan nuqtasida yer olgani uni mintaqaviy va global qudratlar uchun tarixan muhim qilgan. O'rta Osiyo qavshog'i, ya'ni to'rt yo'lida kuchlar kurashi, terrorizm va ekstremizm, uyushtiruvchi tijorati, mintaqaviy kuchlarning muvozanatlashtirishi va agar qisqacha aytsam, Afg'onistonning jeopolitik va geostrategik yerlashishi uni global va mintaqaviy kuchlar kurashi, terrorizm va boshqa xavfsizlik muammolari uchun diqqat markaziga aylantirgan. Uning istiqrorsizligi va urushlari xalqaro xavfsizlik nuqtai nazaridan ko'p katta natijalarga sabab bo'ldi va bu da uni dunyo bo'ylab hukumatlar va tashkilotlar uchun muhim bir andisha holiga keltirdi. Bu Afg'oniston jeopolitik manfaatlarining markazida bo'lganligi sababli asosiy qudratlar o'rtasidagi nizolar oldini olish imkonsiz ekanligini anglatadi. Afg'onistondagi so'nggi voqealar, jumladan Tolibonning hokimiyatga qaytishi, ushbu muammolarning murakkab va o'zgaruvchan tabiatini yanada yoritib berdi. Boshqa bir ishtirokchi Afg'onistonda xavfsizlik bo'yicha sobiq rais shunday deydi. Afg'oniston to'rt mintaqaviy va xalqaro qudratlarning kuch, ya'ni Chin Xalq Jamhuriyati, Rossiya Federatsiyoni, Hindiston Jamhuriyati va Eron Islom Jamhuriyati ulangan nuqtasidir. Shu sababdan ushbu qudratlar o'rtasidagi jo'grafik almashuv muhim rol o'ynaydi.
Ayniqsa, Afg'onistonning ma'dan qaynoqlarining borligi va Pomir mintaqasi bilan Pokiston, Hindiston va Eron o'rtasidagi jo'grafik bog'lanishlari Afg'onistonni iqtisodiy jihatdan va suv va hidrolitik siyosatlarining tuzatilishi nuqtai nazaridan muhim qilmoqdadir. Afg'onistonning bu jo'grafik o'zalliklari ikki yirik madaniyatning ko'klariga asoslanadi. Xalqaro zaviyasidan qaralganda Afg'onistondagi xalqaro xavfsizlik ta'rifi amerikaliklar, rossiyaliklar va eronliklar uchun farq qiladi. Umuman olganda, agar Afg'onistondan ayniqsa qo'shni davlatlarga qaratilgan tahdid yuzga kelsa, bu jiddiy risklar tug'diradi. Afg'oniston ikki asosiy tahdidning qaynog'idir: islomiy fundamentalizm va istiqrorsizlikni sodir qilish. Ichki istiqror va amniyat eksikligiga bo'lganda, bu xalqaro xavfsizlik andishasi holiga keladi va G'arb va Amerikaga muhojirat oqimiga sabab bo'ladi. Kimdir aytishi mumkin, eng katta xalqaro xavfsizlik tahdidlari islom ideologiyasiga va muhojirat masalasidan ildiz olgan. Tolibon va Al-Qoidaning Avrosiyo mintaqasiga ta'siri va ularning global xavfsizlik uzra ta'siri. Afg'onistonda radikal ideologiyalarning borligi Afg'oniston va qo'shni o'lkalarining ustiga har zamon urushning ko'lankasi bo'lajakdir degan ma'nodadir. Bir reportaj oqimida birinchi ishtirokchi shunday dedi: Afg'onistonda Tolibon va Al-Qoida tarmoqlarining borligi tinchlik va xavfsizlikka ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi. Afg'onistonni istiqrorsizlashtiradi, qo'shni mamlakatlarga to'g'ridan tahdid yaratadi. Mintaqaviy hokimiyat uchun kurashga hissa qo'shadi. Rivojlanish yo'sinini izdan chiqaradi. Xalqaro terrorizm va inson huquqlari bilan bog'liq xavotirlarga yo'l ochadi. Bu qiyinchiliklarni yengish va ustasidan kelish, mintaqaviy va xalqaro ishbirligi va diplomasiya terror bilan mujodala harakatlari Afg'onistonda yaxshi boshqaruv hamda davomli rivojlanishni tashviq qilgan ko'p qirrali bir yondashuv keraktiradi. Afg'onistonda rasmiy hukumatning yo'qligi birinchi so'roqda muhokama qilinganidek, uning mavjud imkoniyatlarini amalga oshirishga to'sqinlik qiladi va turg'unlik, erozion va hatto bu imkoniyatlar such tarmoqlari, ya'ni jinoiy tarmoqlar tomonidan foydalanishiga sabab bo'ladi. Bu holat kelajakdagi urushlar uchun bir potensial yaratadi. Biroq Islom amirligining o'rtaga chiqishi va Tolibonning hokimiyatda mavjudligi bilan bu dinamikning ayrim qismlari o'zgardi va mamlakatning o'zini soxta bir tinchlik va istiqror ichida topishini mumkin qildi. Afg'onistonda Tolibon va Al-Qoida tarmoqlarining mavjudligi bu guruhlarning terrorizmni dastaqlaganini va buning mintaqaviy va global xavfsizlik usidagi ta'sirlarini ham urg'ulamoqdadir. Afg'onistonning jo'g'rofiy va strategik o'rni xalqaro xavfsizlik jihatdan muhimdir. Jo'g'rofiy o'laroq Afg'onistonning O'rta Osiyo bir qavshoq nuqtasi o'laroq o'rni Janubiy Osiyo, O'rta Dog'u va O'rta Osiyo orasidagi aloqalarini osonlashtiradi. Bu jo'g'rofiy vaziyat Afg'onistonni mintaqaviy yerlashishida muhim rol o'ynayishiga va mintaqadagi kuch tavozunini ta'sirlantirishiga sabab bo'lmoqdadir. Stratejiy jihatdan Afg'oniston ustidagi kontrol muhim bir avantaj saqlaydi va qaror olish oqimlariga ta'sir ko'rsatish va hayotiy qaynoqlarga erishish imkonini beradi. O'lkaning jo'g'rofiy va tarixiy ahamiyati mintaqadagi asosiy bir nuqta sifatida global kuchlarning Afg'onistonga o'zal aloqa ko'rsatishiga, mintaqani ta'sirlantirishiga va strategik hadaflarni axtarishlariga sabab bo'lmoqdadir. Umuman olganda, Afg'onistonning jo'g'rofiy va strategik o'rni xalqaro xavfsizlik dinamiklarining davom etishiga asosiy bir rol o'ynaydi va butun turdagi o'lkalarning qarshilikli aloqalari sohasidagi manfaat va strategiyalariga diqqat qaratadi. Afg'onistonning kultur, politik va iqtisodiga xorijiy aralashuvlarning ta'siri. Yerli xalq va yer egalarining dastagi bo'lmasdan har qanday bahona bilan qilingan tashqi mudofaalar davomli o'laroq muvaffaqiyatsizlikka duch kelgan. Afg'oniston to'proqlarida yillardandir davom etgan tashqi mudofaalar to'xtami bizning bu ko'rishimizni dastlablamoqdadir.
zo'r asosida yondashuvlar nafaqat mavjud vaziyatni yaxshilashtirishda muvaffaqiyatsizlikka duch kelgan, balki ko'p qirrali qiyinchiliklar va muammolarga sabab bo'lgan. Afg'onistondagi tashqi aralashuv yerli xalqning kulturi, siyosiy va iqtisodiy hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatgan. Uzoq muddatli ta'siri ko'pincha tashqi aktyorlarning motivatsiyonlari, aralashuvning tabiati, yerli xalq va hukumatning aksilamalariga bog'liqdir. Ulusal va yo milliy kimlik yo'qligi va salbiy kollektiv tushunchalarning ko'pligi tashqi aralashuvlarga to'sqinlik qiladi. Buning o'rniga tashqi tomonlar bilan bog'liq bo'lgan madaniyat va kultur ustunlikka ega bo'ladi. O'rnak o'laroq o'zbeklar va tojiklar O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlariga o'xshash harakat qilishlari va ulusal bir jam'iy kimlik yaratishga intilishlari mumkin. Umuman olganda, tashqi aralashuvlar Afg'onistonning kelajagini belli qilib biladi va yerli xalqning kulturi, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarini shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin ko'rinadi. Afg'onistonning ichki siyosatlari va ularning global tinchlikka ta'siri. Afg'onistonning ichki siyosati butun dunyo tinchligiga turli usullar bilan jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buning ichida barqarorlik va xavfsizlik, terrorizm va radikal o'ylar, mintaqaviy aloqalar va muhojirat kabi omillar mavjud. Istiqrorli, xavfsiz va yaxshi boshqarilgan bir Afg'onistonning mintaqaviy va global tinchlikka ijobiy hissa qo'shishi ehtimoli yuqoridir. Boshqa tomondan, istiqrorsizlik, terrorizm, mintaqaviy taranglik va kelishmovchiliklarga yoki qaynoqlar bilan bog'liq ziddiyatlarga sabab bo'ladigan siyosatlar nafaqat Afg'oniston ichida, balki kengroq kontekstda tinchlik sa'y harakatlarini zaiflatishi mumkin. Xalqaro aktyorlarning Afg'onistonda istiqror va tinchlikni targ'ib qiluvchi siyosatlarini va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda o'z manfaatlari mavjud. Mamlakat ichida tinchlikni ta'minlashga hissa qo'shadigan chora va tadbirlar ayni paytda mintaqada va dunyo bo'ylab tinchlikni mustahkamlashga yordam beradi. Ushbu chora-tadbirlar ichki nizolarning hal qilinishi, inson haqlarining dastaklanishi va huquq tizimini mustahkamlanishini o'z ichiga olib biladi. Shuningdek, mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish mintaqada va dunyoda beqarorlik, taranglik va kelishmovchilikni keltirib chiqaradigan omillarni ozaytirishga yordam beradi. Umuman olganda, Afg'oniston tinchlik va istiqrorga asoslangan ichki siyosatlarni kelishtirish orqali dunyo tinchligiga samarali rol o'ynashi mumkin. Doha kelishuvidan keyingi o'zgarishlar. Amerika-Tolibon tinchlik kelishuvining ta'siri. Fevral 2020-yilda imzolanilgan va rasmiy o'laroq Doha kelishuvi deb bilingan Amerika-Tolibon kelishuvi Amerikaning Afg'onistondagi askariy borligini ozaytirishini va mintaqada tinchlik va istiqror ta'minlashini maqsadlagandi. Afg'onistondagi vaziyat kelishuv imzolangandan so'ng o'zgargan bo'lsa-da, Doha kelishuvi Amerikaning harbiy ishtirokini qisqartirish va terrorchi guruhlar mavjudligini bartaraf qilish orqali mintaqada tinchlikni barqarorlashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarda muhim odim bo'ldi. Biroq bu ham qiyinchiliklar va belirsizliklarga duch keldi va Afg'onistondagi vaziyat murakkablashganidek davom etmoqda. Bitimning mintaqada uzoq muddatli tinchlik va barqarorlikka erishishdagi samaradorligi doimiy tashvish va xalqaro diplomatik bir mavzu bo'lib qolishda davom etmoqda. Doha kelishuvining hech qanday hissa qo'shmagani mintaqadagi krizlarni orttirib, og'irlashtirdi. Amerika askariy kuchlarining Afg'onistondan chiqishi zararli natijalarga olib bordi va buning yonsimalarini, ya'ni in'ikoslarini o'ngimizdagi 4-5 yil ichida shohid bo'lamiz. Hozircha Tolibon guruhi ara-ara Pokiston bilan to'qnashadi va vaqti bilan Eron bilan ham qarshi-qarshiga keladi. Dohada imzolangan kelishuv mintaqada tinchlikni barqarorlashtirishda jiddiy bir hissa qo'shmadi. Afsuski, Afg'oniston ichki qonuniylik va dunyo miqyosida tan olilmaganidan siyosiy va iqtisodiy inqirozlarga duch kelishga davom etmoqda. Ijtimoiy o'laroq katta choplik muhojiratlar, insonlarning halok bo'lishi va ijtimolarning parchalanishi keng tarqalmoqdadir. Siyosiy o'laroq hukumat va boshqaruv tuzilmalarida istiqror saqlash uchun bir qancha o'zgarishlarga yo'l ochdi. Iqtisodiy jihatdan mamlakat old tuzilimi zararlari va buzilgan iqtisod sababi bilan qiyinchiliklar bilan qarshi-qarshiga qoldi. Tashqi aloqalar nuqtai nazaridan Afg'onistonning geopolitik mavqei
muhim ahamiyat kasb etdi. Xalqaro e'tibor va aralashuvni o'ziga tortdi. Biroq bu jihatlarga ta'siri murakkab va ko'p qirralidir. Asosiy topilmalar xulosasi. 1. Afg'onistonning xalqaro xavfsizlikdagi geostrategik ahamiyati Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyo to'rt yo'lda joylashgani bilan ahamiyatga egadir. Asrlar davomida 19-asrda Ingliziston, 20-yüzyilda Sovet Ittifoqi, 21-qarnda Amerika boshchiligidagi NATO kabi yirik davlatlar bu o'lkada harbiy mudofaalarga ko'ringanlar. 2. Tolibon va Al-Qoida tarmoqlarining mavjudligi nafaqat Afg'onistonda, balki unga qo'shni mintaqalarda ham tinchlik holatiga katta ta'sir ko'rsatdi. 11 septemberdagi fojiali voqealar dunyo bo'ylab tarixiy bir saboq bo'lgan bo'lsa-da, ayrim buyuk davlatlarning hegemonik siyosati, terrorchi guruhlar bilan aloqada qolishlari dunyo bo'ylab tinchlik va barqarorlikni xavf ostiga qo'ydi. 3. Afg'onistondagi ham mintaqaviy ham dunyo miqyosidagi mudofaalar mahalliy xalqning kulturi, siyosiy va iqtisodiy hayotini shakllantirdi. Normal bo'lmagan siyosiy va iqtisodiy shartlardan, mashhur bo'lmagan hukumatlarning zaifligidan foydalangan mintaqa va buyuk kuchlar tashqi mudofaa uchun fursat yaratib, Afg'onistondagi hayotning butun qirralarini buyuk chopda ta'sirlantirgan. 4. Afg'onistonning ichki siyosatlari dunyo tinchligiga qanday ta'sir solganiga kelsak. Sovet-Afg'on urushi davrida tarixiy ahamiyatga ega bo'lganligiga qaramay, Afg'oniston hozirda xalqaro jamiyatda zaif bir o'ringa ega, ammo global siyosatni ta'sirlantirmoqqa davom etmoqdadir. 5. Mavjud siyosiy rahbarlar o'lkada tinchlik va istiqror saqlash, ichki nizolar, chog'dosh diplomatik bilgi eksikligi bilan kurashda ulkan qiyinchiliklar bilan duch kelmoqdadir. Natijada Afg'onistonda tinchlik va istiqror o'rnatish yo'lida global jamiyat va xalqaro tashkilotlar bilan ish birligi bo'lguncha murakkabdir. 6. Afg'onistondagi yerli xalq o'zallik bilan Amerika kabi tashqi o'lkalarning o'tmishdagi harbiy aralashuvlariga binoan tashqi o'lkalarga qarshi ishonch va e'tiborlari ozaygan va mavjud zo'r sharoitni bu o'lkalarning birinchi siyosatining natijasi o'laroq ko'radilar. 7. Afg'onistonning jeopolitik ahamiyati nazarda tutilganda Ingliziston, Rossiya va Amerika kabi o'lkalar uchun qiyinchilik tug'dirmoqda. O'tgan 50 yil ichida bu o'lkalar davomli bir shaklda Afg'onistonga nisbatan aloqa va xavotir ko'rsatmoqdalar. 8. Amerikaning Afg'onistonda olib borgan harbiy bir harakat bo'lgan terrorga qarshi mujodalaga diqqat qiladigan bo'lsak, Afg'onistonliklarga qarshi dunyoning o'y va fikri o'zgargan. Ortiq 20-yüzyillarda yashaganlarga o'xshamagan afg'onistonliklar siyosiy jihatdan belgilanganlar va terrorni Amerika va muttafiqlarining mintaqa va dunyodagi sog'liqsiz raqobatlarni shakllantirgan yangi dunyo tuzumining muvaffaqiyatsiz siyosatlarining bir natijasi o'laroq tushunmoqdalar. 9. Terrorga qarshi urush Afg'onistonning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotiga, uning tashqi aloqalariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Amerikaning sobiq davlat kotibi Hillary Clinton va Pokistonning sobiq bosh vaziri Benazir Bhuttoning e'tirof etishicha, Afg'oniston terrorizmga qarshi kurash shiori ostida eng qoloq va qashoq mamlakatdan biriga aylandi. Xulosa. Ushbu tadqiqotdan shuni ta'kidlash kerakki, Afg'oniston siyosiy barqarorlikka erishish va o'z qo'shnilari uchun qulay muhit yaratishda uzoq yo'lni bosib o'tdi. Bu shuni ko'rsatadiki, global jamiyatlar ham harbiy aralashuvdan qo'l tortishlari kerak. Chunki bu tinchlik o'rnatishning ideal mexanizmasi emas, balki bu buyuk o'yinda ishtirok etuvchi mamlakatlar o'rtasidagi raqobat uchun bir katalizordir. Shuning uchun Afg'oniston global maydonda o'z mavqeini mustahkamlash uchun kuchli ichki va tashqi siyosatni tanlashi kerak. Bu xalqaro xavfsizlikni yaxshilash yo'lidagi eng ijobiy odim bo'lishi mumkin. Tadqiqot global iqtisodiy va siyosiy tuzilmaning sovuq urush munosabatlari bilan qaytadan ishladi. Yana muhim bir masala bu tadqiqotda aniqlandiki, G'arb va Sharq mamlakatlari o'rtasidagi munosabatlarning yomonlanishi buyuk o'yinning texnologiya urushining boshqa bir jihat qozonishidir. Tashqi aralashuvlarning Afg'oniston ich masalalariga va umuman olganda dunyo xavfsizligiga zarar berishi ochiq. Kayfiy yondashuvdan foydalanish tadqiqotchiga Afg'onistonning ichki siyosatini va buning jeopolitikini qanday ta'sirlantirganini va o'zgartirganini anglash fursati berdi.
Afg'oniston imperatorliklar qabristoni degan g'oya yechimi bo'lmagan, biroq ishtirok etgan yirik davlatlarning mag'lubiyati bilan yakunlangan to'qnashuvlarga tarixiy bir boqish taqdim etadi. Faqat bu vaziyat mintaqada qoluvchi bir siyosiy shiddatni meros qo'yib, siyosiy jihatdan notinch bo'lgan bir Afg'oniston yaratdi. Dunyo tijorat markaziga qarshi sodir bo'lgan 11 september hamlalaridan buyongi Afg'oniston g'arbiy mamlakatlarning diqqat va aloqasini tortishga davom etadi. Chin kabi sharqdagi o'lkalarda Amerika va Yevropa ittifoqi davlatlarining Avrosiyo mintaqasiga aralashuvidan xavotirlarini tilga keltirar ekan, bu jarayonni o'z sohalariga va ta'sir doirasiga bostirib kelish shaklida tushundilar. Bu tadqiqot Afg'onistonning chalqantili tarixi va mavjud vaziyatidan ayrim mavzular kelishtirib va ba'zi qoliplarni tushunishni maqsadlagan. O'lkadagi nizolarning kamaytirilishi, xalqaro aloqalarning kelishtirilishi va dunyo xavfsizligini ta'minlanishi uchun bu mavzu va yo'sinlarning asos olinishi kerak. Afg'oniston tashqi va o'zallik bilan mintaqaviy ta'sirlarni istiqrorli va faol ishlagan bir afg'on hukumati tomonidan kontrol qilingan davridagina eng barqaror vaziyatda bo'lgani ko'rinmoqda. Mintaqa o'lkalarining va belli manfaat guruhlarining muammolik ulushi, tinchlik sa'yi harakatlarining buzishda asosiy omil bo'lib, bu mamlakat boshqaruvini, global maydonda ishtirokini va xalqaro aloqalarini maqsadsizcha doimiy bir shaklda to'siqlagan. Bu kunlik bizdan shuncha. Yaxshi qoling.